bor bir xalq ichiga kirgin mahallani. 300 kilometr, 500 kilometr nariyoqlarga borgin, xalqi yashashini ko'rasan. Sen yeyotgan dasturxonni, seni bolalaring o'tirgan dasturxonni ular tushida ham ko'rmayapti. 7 uxlab tushiga kirmaydi. Yana kariliysan. Yozilingan dasturxonlarning eng yomoni deganlar Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qorni ochlar qolib, qorni to'qlar taklif qilingan dasturxondir deganlar. Hozir osh beryapti, kazolar boring. Bitta kambag'alini topasizmi? Hammasi haligi qo'pol gapni aytganda to'ng'izdan to'q. Xolodilnikka qo'yishga joy yo'q. O'shalar yeyapti-da. Din esa Alloh senga rizq qilib bergan ne'matlardan ihson qil. Atrofga qara, mahallangni o'zida bor. Otasi yo'qlarni ko'ryapmiz. Maktabga dildirab ketyapti. Ustida bir yupun, kuz faslida kiyadigan yupqa bir kurtka bir aliginga o'xshaganlar. Ko'rmayapmizmi shularni? Bir to'xtatib ozgina qarang, to'pligidan suv o'tib, to'pig'igacha paypag'i uyib yotibdi. Ko'rmayapmizmi shularni? Qassobxonalarga kirib so'rang, ukam, nechta odam senga go'sht olib, pensiyada oylikda berib ketaman degan edi deb so'rang. Bugun keling so'rang. 1000 tasini aytadi. Bu bechoralar bizaga o'xshab 3-4 kilo tort demaydi. Olsa uzog'i 1 kilo oladi. Bo'lmasa yarim kilo 200 gram oladi. Aptekalarga kiring.